Bu funksiya faqat iPhone'larda bor. Buni hozir qanaqa funksiyaligini ko'rib chiqamiz. Juda ajoyib funksiya ekan. Bu funksiya Safari'ga kirib, biror narsa qidirganingizda, masalan, rasm qidirmoqchi bo'lsangiz, va shuni skachat qilib, bitta-bitta olib, kimgadir jo'natmoqchi bo'lsangiz, shuni rasmni ustiga bitta bosib turasiz. Bunday ko'chib oladi. Bu yerdan keyin o'zingizga yoqqan rasmlarni bitta-bitta swipe qilib, o'sha taxlab chiqasiz, ya'ni belgilab chiqasiz. Masalan, 4 ta rasm bo'ldi. Shunday chiqib ketib, xohlagan WhatsAppmi yoki Telegrammi, masalan, men Telegramga nima qilmoqchiman? Telegram ichiga kirib, mana shu odamga jo'natmoqchiman. Shunday ustiga kirib turib qo'yib yuborsangiz, mana shunday bo'ladi. Keyin отправить bossangiz, jo'natib yuboradi. Xuddi mana shunaqa tarzda.